Qo'shimcha daromad nima deydigan bo'lsak, qo'shimcha daromad boshida sal ta'kidlab o'tganimdek, bu umuman puli yo'q, hozir yangi kasbni o'rganaman deb o'tirgan insonlar uchun emas degani. Ya'ni qo'shimcha daromad bu kasbi bor, o'zini hozirgi paytda kasbi bor, balki amaliyotchidir qayerda, qanaqadir oddiy ishchidir, o'rta mutaxassisdir, mana shu davlat ishida yoki xususiy korxonada ishlayotgan, o'zini qanaqadir kichkina biznesi bor bo'lishligi mumkin yoki bo'lmasam aytaylik tirikchilik bilan o'tkazadigan masalan bular tadbirkorligi bo'lishi mumkin. Mana shu narsadan tashqari bo'lgan narsa qo'shimcha daromad deyiladi. Va qo'shimcha daromad qanchalik aktual, foyda berishi baland bo'ladi, qanchalik sizga bu kichkina kapital bilan boshlashni imkoniyatini bersa va jismoniy mehnat kam talab qilsa. Sababi qo'shimcha daromad degandan keyin boshida ta'kidlab o'tganimdek, asosiy ishingiz bo'ladi va sizga mana shu narsa jismoniy mehnatni qo'shimcha vaqtingizni unaqangi katta ko'p olmasligi kerak va o'sha aqliy mehnat onlayn tarzda bo'lgan tarzda ham qaysidir joyga borib ishlash emas, xohlagan joyingizda ishlashlik imkoniyati va eng muhim bo'lgan jihati sizni aktual bo'lgan ishingizdan hozirgi paytda kelayotgan daromadingiz manbai kelayotgan asosiy ishingizdan tashqari bo'lgan vaqtda qila olishligingiz kerak. Misol uchun onlayn marketplace'larda o'sha tovar olib sotadiganlar bozorga chiqish kerak bo'lsa, ertalab bozorga chiqib kelish kerak. Ertalab bozorga chiqib ishiga borib ulgurishlik kerak. Men sizlarga xudo xolisa shunaqangi qo'shimcha daromad yo'lini o'rgataman. Bemalol O'zbekiston sharoitida ish vaqtingizdan keyin kelib, 6 larda o'sha choyingizni ichib, bemalol shug'ullanishingiz mumkin bo'lgan, bemalol stol ustiga kofeingizni, choyingizni qo'yib ishlab o'tiradigan narsani ko'rsataman xudo xolisa. Qo'shimcha daromad turlariga aytib o'tganimizdek, o'sha onlayn marketplace'lar kiradi. Aytib o'tganimdek, unda juda ko'p nuanslari bor, kamchiliklari bor. Eng kattalaridan biri bu jismoniy sizdan mehnat talab qilishligi. Ikkinchisi bu frilanserlik. Qanaqadir soha mutaxassisi bo'lishingiz mumkin, qo'shimcha ravishda frilanserlik qilishingiz mumkin. Bunda eng katta muammo, bunda ham muammolar ko'p, lekin eng kattasi bunda klient chiqishi kerak sizga. Doimiy klient bazingiz bo'lishi kerak, doimiy klient chiqib turishligi kerak bo'ladi. Bitta klient kutmaydigan kasbni bilaman, bu frilanserlik qilish mumkin. Ya'ni aytaylik, qanaqadir sohada ishchisiz, xususiy korxonada yoki bo'lmasam davlat korxonasida qo'shimcha hunaringiz bo'lsa, bitta sartaroshlikda siz klient kutmaysiz, chunki har oyda klientingiz sochi o'sadi, majbur borib oldiradi sizga. Shunda xolos. Boshqa kasbda hammasida klient qidirishingiz kerak. Montaj sohasi bo'lsin, boshqa soha bo'lsin, qaysidir momentda klient bo'lmay qolishlik ehtimoli bor. Qaysidir misol uchun dam olish kunlarida bo'lishi mumkin, odamlar syomka qilmaydi yoki bo'lmasam aytaylik dasturlash bo'ladigan bo'lsa, qaysidir paytda odamlar dasturlashda to'xtatishi mumkin. Mana hozirgi paytda vibe coding degan narsa chiqdi. Shunaqa paytda yana ham tushib ketishligi mumkin. Misol uchun qo'shimcha daromad bilan youtuberlik qilishingiz mumkin, YouTube kanal yuritishlik. Bunda ham o'zim YouTube kanal shug'ullanganman. 10 yildan ortiq tajribam bor. YouTube kanalda yurib ketishligi uchun yaxshigina pul kutmasdan ishlashingiz kerak bo'ladi. Keyingisi dropshipping. Bunda juda katta muammolari bor. Kapital kerak bo'ladi. Eng muhimi bu yerda sizda target yoqishni bilishingiz kerak. Odamlarda o'sha ehtiyojni aniqlash bo'lishi kerak. Marketingingiz juda kuchli bo'lishi kerak. Keyingisi mana shu sizga beradigan trading. Tradingda kichkina kapital bilan qanday qilib o'sha qo'shimcha daromadni o'stirib borishlikni xudo xolisa bugun sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Aytib o'tganimdek, solishtiruvga keladigan bo'lsak, bu birinchi navbatda vaqt masalasi, skill, ya'ni qobiliyat masalasi, o'rganish va budjet. Vaqt tarafidan aytib o'tganimdek, trading sizni asosiy ish vaqtingizdan tashqari bo'lgan vaqtda bemalol o'rgana olasiz va kuniga 1-2 soat vaqt ajratib, jismoniy bo'lmagan holatda, o'sha uyingizga kelgan holatda o'rganishga ham bemalol vaqtingizni ajratasiz. Uni ish olib borishingizga ham shunaqa vaqt ajratib, o'rganib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Skill, ya'ni aytaylik, qanaqa qobiliyat kerak? Juda katta bir aytaylik, qobiliyat shart emas. Ya'ni nima demoqchiman bu yerda? Skill, qo'llanma sizda ko'nikmalar bo'lishi kerak. Aytaylik, kompyuter savodxonligi, texnika bilan, hozirgi texnologiya bilan ishlashlikni tushunishingiz kerak. Aytaylik, siz yoshingiz misol uchun aytaylik, 50 dan oshgan inson bo'lsangiz, texnologiyani unchalik yaxshi tushunmasangiz, qiynalishingiz mumkin. Lekin undan yosh bo'lsangiz, katta ehtimol bilan hozirgi paytdagi texnologiyalarda, hozirgi instrumentlarni bemalol tushunasiz. Shu tarafdan o'rganishga ketiladigan vaqt
albatta boshqalarga nisbatan deyarli bir xil. Bunda aytaylik sekin-sekin o'rganib borishligingiz mumkin va bunda o'rtacha 2-3 oy vaqtni oladi sizda. Mana shu sohada o'rganishlik va budjet aytib o'tganimdek, oyiga $100 bilan sekin-sekin boshlashligimiz mumkin. Va qaysidir ma'noda sekin-sekin foydani ham ko'rishimiz mumkin. Boshqalarida foyda ko'rishlik qiyin bo'lishligi mumkin. Qaysidirlarda ya'ni vaqt, jismoniy mehnat kam talab qilinadigan joyda sizda foydani ko'rishlik potensialingiz pasayib ketadi. Misol uchun YouTube oyiga $100 dan tikishingiz mumkin, lekin 1 yilda natija ko'rishingiz mumkin yoki umuman ko'rmasligingiz ham mumkin. Rivojlanishni xohlagan inson faqatgina kuchli muhit va doimiylikdagina o'z maqsadlariga erishadi. Yakka o'zi natijaga erishmoqchi bo'lgan inson kuch, vaqt va katta energiya yo'qotadi hamda doimiy ravishda o'z irodasi bilan kurashishga majbur bo'ladi. Bu holatda jarayon yoqimsiz, doimiylik nostabil, natija esa sust bo'laveradi. Biz qo'shimcha daromad bilimlarini o'rganish va doimiy rivojlanishni maqsad qilgan insonlar bilan yopiq hamjamiyat tashkil etdik. Fire Club shaxsan o'zim tomonimdan tashkil qilingan va o'zim tomonimdan yuritib boriladigan yopiq klub hisoblanadi. Bu hech qanday kurs emas. Bu signal kanal ham emas. Bu klubda biz ancha kengroq mavzularda gaplashamiz va muhokamalar olib boramiz. Klub Telegram kanalda obuna formatida yuritilib, IT, startup, ko'chmas mulk va boshqa mavzular yuzasidan doimiy yangiliklar, amalda ishlaydigan instrumentlar va bilimlar ulashib boriladi. Muhim deb bilgan mavzularim yuzasidan jonli efirlar ham tashkil qilishim mumkin. Klubni ko'pchilikni o'ylagan holda hamyonbop narxlarda qildik. Bu boshida aytib o'tgan doimiylikni ta'minlash uchun. Agar siz ham qo'shimcha daromad yaratish va shaxsiy rivojlanishni maqsad qilgan bo'lsangiz, sizni klubimizga taklif qilaman. Klubda obuna bo'lish uchun video ostidagi havolaga kiring. Klubda siz bilan ko'rishguncha.